Assalomu alaykum onachilar, sizlar bilan birgamiz bugungi videoda. Xullas nimani qilamiz? Bitta yuvarlaylik merdan ekramiz. Hop, ana. Hop. Mer uydamisiz? Mer. Esi ochiq ekan. Mer kiryapman, maylimi? Ovozimiz yarib qoldi, uzr bundan bekida obunachilar. Mer kiryapman. Mer settamisiz ha? Oziz gapirmayapsan, men ay obunachilar bundan nima bo'lib qoldi? Salom Mer, yaxshimisiz? Salom Merga emas, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Tomog'ingizga nima bo'ldi? O'zgarib qopti. Shuna bo'lsa kerak. Ani aytgan narsalaringizni olib kelib qo'yib qo'ysam maylimi? Ha, menga qo'yib. Hop. O'zi qo'ygan nima adashib ketibman, siz adashibsiz-a? Yomonga qo'ydimmi? Uzr Mer. Narsalarda olsam maylimi? Ikkinchigacha pulni olmadim. Buga olsam maylimi Mer? Ha, menga salom. Hop. Ana bizlar endi bizda bir stak pul bor. Hozirlar pulni qayerga ishlasam aytaman. Hech kimga aytmaylar obunachilar. Hop, hozir. Qo'y aytmasa bo'ldi kimga. Qizalashma obunachilar hech kim yo'q. Qarab turlar, sirli joyini ko'rsataman. Mana. Sizga pullar xo'p deyman. Hop. Hech kim ko'rgani yo'q. Hech kim eslaydigani yo'q. Osilib ketdi qo'lim. Narsalarni qo'yib qo'yaylik. Bitib ulab qo'yamiz obunachilar. Obunachilar, men fermaga qarab chiqqunimgacha sizlar videoni to'xtatib turaman. Xullas obunachilar, fermaga qarab oldim. 3 dona shundan ortiq qoldi. Shuni qo'yib beramiz. Ko'paytirib merga olib kirsak, har safar ko'proq pul beradi. Ana shunga kech ham tushib qoldi. Ana shunga obunachilar. Obunachilar bo'lmasa joyimiz yotib uxlaymiz. Bugun charchadim yomon. Hop, obunachilar. Hop, obunachilar. Bugun ertaroq uyg'ondik. Uncha qishloq yo'qmi? Kecha uxlab olibsiz obunachilar. Quyosh chiqishini qaraydi, chiroyliligini. Hop, bo'lmasa ketdi. Mana jitil anchadan beri nimasiga qaramadi. Uyda kimdir yashabdi, lekin chaqirsak hop, bu yerda hech kim yo'q. Hamma qishloqlar qayerga ketdi? Obunachilar. Hop, ayog'im yiqilib tushmasam bo'ldi. Shitel qamalib qoldingmi? Ha, chek. Nima bo'lib qoladi? Seni oraya qo'ydim ekansiz. Uzr. Salom aytmadik. Mayli obunachilar ketdik. Hop, obunachilar. Shahar masjidlarda ikkita qishloq bor, xolos shunda mer bilan. Men bilan shuni ishlatsa bo'ladi. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Bitta hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Necha qo'y chiqyapti. Demak, ular bir joyga ketishgan, damagan desam. Uni joy qanaqa joy? Bet qanaqadir eshiga o'xshayapti. Nazaran xuddi eshiga o'xshayapti, tomosha. Hech
ichkarida qaysidir ko'pgina chetel bo'ldi. Hoppa, ham shekilli hech kim yo'q shekilli. Bunday qilib qolaylik-da. Bunda qo'y. Hop. Endi aqa. Mana. Şimdi narsalar var ekan. Deyimiz bir o'tganlikda. Hop jonimiz ketmasa bo'ldi. Endi ke. Hop chetiklarimiz chetil yo'q, qatnamiz kelyapti. Hop obunachilar, ovoz kelyapti. Qatna kelyapti. Chetillar kimdir bormi? Chetil? Ben Mirgemizman, sen setdamsan? Seni bekka kim qilmadi? Bittasi qamak, uni tepada tuzoq bor ekan, tushib ketdinglarmi? Voy. O'kinasi tuzoqda yig'ishtirib qo'yinglar degandim, ha? Yig'ishtirmasizlar. Endi ashadda qulfini qatgadir qo'yishgandi, hozir topaman. Qulf ikkita, u narsa ikkita. Hamma joyda biriktirib chiqaman men. O'zimga topib bitani qaysab kelib olay. Sekin yugurib bitta qo'tlab olishim kerak. Bir qo'tlab olib, yine kirib olib, yana burilmasam. Esra deb turamiz. Chapishmagan bo'lsa endi. Mana hozir qutqaramiz ularni. Asli bitta olaylik. Masalan, bo'ldi endi shikastlar hammasini olamiz. Olamiz shuna qilib. Ki qo'lingga ol. Yomg'irdan shuni kutamiz, o'z ustimiz salab bo'lib ketadi. Xo'p, biz bizga bitta shunday olib bitta cho'p bilan aqada. Cho'p to'zini olib xolos. Obunachilar, mana yomg'irdan yumshashib turaman, kecha uzoq turay. Bo'lmasa mana yomg'ir tindi, ungacha zo'r holatdan topdim shuni. Bitta zo'r holatdan bitta narsa yetmay qoldi. Shuni qattandir olib keldim. Ustim titcha salabba bo'ldi shunga. Uni ko'rsatib yana bir artasini yo'liga yurganiga ketyapti o'ylashmasam. Shuni qidiraylikchi. Birinchi sizga ham o'tishimiz kerak. Qatlardadir. Shu bitta jitlashirgan taqlab turibdi mashina. Hop. Mana bitta narsa ko'rdim. Qani? Shu ekan birinchisi. Monetlarni ko'ramiz. Tashmasam shetda. Moneta. Ana ikkinchisini ham topdim buni. Bilgan qurbilat topdingmi? Ha, topdim. Hozir qutqaraman sizlarni. Boringlar chetillar. Bulla. Ancha qolib ketibsizlar u betda. Ulla, boshqa kirmanglar bekka, men betni tashlayman. Mana bitta narsalar olib tashlaylik, ona ketmasin o'ylashlar. Men narsalar qo'ygandan keyin mana hamma joyni to'g'rilab chiqdik. Endi chetlarni bekitamiz o'ylashlar. Kirib qo'ymaslik uchun tepada tuzoqni ham to'g'rilab qo'ydim. Antlar ko'rmasliklar uchun o'ylashlar. To'tirshatdan etdilar. To'g'risi. O'ldiraman seni bitta urishda balki.
Bak sen odamda nima qilyapsan ki? Yo'q. Olmadı. Şimdi otomak silahla hiç kimga aytmaylar, tushundinglarmi? Mayli, ketdik. Bayram bilan sizlarga yangi videolarda ko'rishguncha